Assalomu alaykum. Mana biz Buxoro viloyat Qorovulbozor tumanidamiz. Mana ekilgan ko'chatimiz 3-4 kun o'tib, sekin ostki qismi yoriladi. Bu nimadan yoriladi? Avvalambor yer suvsagan bo'lsa yoriladi. Mana ko'chatimiz juda ham yaxshi. Yoshi ham o'zini tutib olishi ham yaxshidir. Mana yoriladi. Shuning uchun biza ko'chatlarni ekkanda o'sha qayta o'sha chop qilishlarni hisob-kitobini oldindan olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu ham yorilishni boshlagan. Ko'chatlarimiz. Endi qaysidir pulga ham o'tirgan. Mana shunaqalari ham xullas o'zani boshlagan, lekin asosiy maqsad o'sha ko'chatni ekkandan keyin, suv bergandan keyin albatta tag qismi yoriladi. Shuni nazoratini olishimiz kerak bo'ladi. Shuni agronom sifatida tushuncha berib o'tib ketsam, meva gullab turaveradi. Lekin tagi ochilgandan keyin vaqt o'tishi bilan mana bu yorug'lik kengayib ketadi. Shuning uchun dehqonlarimizga iltimos qilamizki, mana ko'chat ekilgandan keyin o'sha deylik taxminan yana bir hafta 10 kundan keyin mana shuni tagidan o'sha ishchilarni qo'yib qayta chop qilish kerak bo'ladi-da, shu yamalarni ko'mib chiqish kerak bo'ladi. Mana ko'chatimiz hozir ekdik. Bu hali yorilmagan. Lekin mana yana bir yo'li bor. Agar imkoni bo'lsa mana ko'chat nima deydi, bir suvni sal uzoqroq bo'lsa mana bu yorilmas ekan. Lekin buni xavfli tomoni, bu ko'chat 3 kun so'lib o'ziga kelmay qoldi. To'g'ri gap. 3 kun so'lib o'ziga kelmay qoldi-da, mana kun hisobidan sal 3 taga ekish qiyinroq. Mana ko'chatlarimiz ekilgan. Bu yerda bir to'la 2 ta ish qilingan. Mana hozir nima deydi buni? Buxoro tajribasi desa ham bo'ladi. Mana oraliq ekin sifatida sarımsak piyoz ekilgan. Xullas biz Qorovulbozorda ishni boshladik.